Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlarni 9-10 aprel kunlari soat 11:00 dan 22:00 ga qadar bo'lib o'tadigan Turkiyaning Trabzon shahri madaniyat kunlariga taklif etamiz. Ushbu tadbir doirasida siz Trabzon shahrining milliy musiqiy chiqishlaridan bahramand bo'lishingiz mumkin. Unda Turkiyaning Mehtar musiqiy guruhi hamda Xoron musiqa ansambli o'z ijod namunalarini taqdim etadi. Ushbu musiqiy guruhlarning chiqishlari 9-aprel kuni Toshkentdagi Magic City'da kechki soat 8:30 da bo'lib o'tadi. Shuningdek, tadbirimizda sizlarni bir qator yutuqli sovrinlar kutmoqda. Xo'sh, qanday sovrinlar deysizmi? Qani unday bo'lsa, siz diqqat bilan eshiting. 9-10 aprel kunlari bo'lib o'tadigan sovrinli o'yinlarimizda siz Trabzon shahriga ikkita bepul sayyohlik yo'llanmalari, ya'ni aviachipta, mehmonxonada yashash va transfer xizmatlarini o'z ichiga olgan sayohat paketlari, Trabzon shahridagi Marriott mehmonxonasi uchun 4 dona bepul vaucherlar, 10 ta $100 vaucherlar, shuningdek 10 ta Trabzonspor futbolka jamoasining futbolkalaridan birini yutib olishingiz mumkin. Tadbirimizning ikkinchi kuni, ya'ni 10 aprel kuni sizlarni 18:30 da Toshkent City Mallga taklif etamiz. Azizlar, biz sizlarni yaxshi ko'ramiz va kutib qolamiz.